Hop. Qush tugul bir odamni ham qo'rqitib yuboradi-ku bu. Assalomu alaykum, hurmatli gruppadoshlar. Meni tanigan, tanimagan, tanish bilishlar. Mana ko'rdilaring. Biz ukalarimiz, ixtirochi ukalarimiz bitta kashfiyot qilibdi. Ideyalardan foydalanib qushlar cho'chishdi. Mana uzunlarni pishib boshlayapti, xudo xolasa qizarib rang olib. O'shani qo'rqitish uchun pugatil deydimi, nima deydi? O'shanaqa tayyorlabdi ekan. Sinov jarayonida hozir bu vashshi kuchli bo'lyapti, dahshat. Qush tugul borki, odam ham yaqinlasha olmaydi, o'g'irlar ham kirmaydi. Bog'imiz atrofi ochiq, o'g'irlar ham qo'rqadi, miltiq otyaptimi deb o'ylaydi. Buni boya men unda tutib turganimni ko'rgan bo'lsangiz kerak. Bu nima uchun? Bu kuchini, zarbasini ko'rdik. Keyin boyagi telefonda borki, ovozi uncha bilinmasligi mumkin. Realni ko'rsalaringiz haqiqatan baland. Haqiqatan baland. Bir ikkita joylarda ko'rgan edim. Bir joylardan zakaz olib kelgan, qaydan olib kelganini bilmayman-ku. O'shani ichlarini ko'rib, uning kamchiliklarini bunda yo'qotdik, bartaraf qilgan. Zo'r chiqqan, ovozi juda ham baland. Bittasi menimcha taxminan borki bir 3-4 gektarga yetarli bo'lsa kerak. Yana bitta takrorlab ko'ramiz. Tomosha qilingizlar. Telefonda baribir desibellar to'g'ri kelmaydi. Katta aldashi mumkin. Voh. Haqiqatan men kutib turib borib qo'rqib ketyapman. Portlab ketmasin deb. Bu grom pushkamiz. Ayrim boshqa grom pushkalardan andaza olib yasalgan. O'zimiz yasaganmiz, biz ixtirochi ukalarimiz yasab bergan. Mana shu ularda bo'lgan ayrim kamchiliklarni bartaraf etib, ancha qulay qilib yasalgan. Buni akkumulyatori, iskra beradigan akkumulyatori bor ichida. Ixcham qilib joylashtirilgan, mana shu ichiga, qutining ichiga joylashtirilgan. Boshqa grom pushkalarda alohida zaryadchiga ham kerak bo'ladi, akkumulyatorchasini zaryad qilish uchun. Buni ichiga joylashtirilgan zaryadkasi ham oddiy. Telefon zaryadga qilingan Type-C telefon zaryadga qilinadigan bilan zaryadga qilinadi. Zaryadkasi qo'shib beriladi, ikkita batareya almashtirib qo'yilish uchun. Bitta polniy zaryad bilan har yarim soatda taymerga qo'yilgan taqdirda 5-6 kun ishlab beradi. Gaz ballonimiz tugab qolmasa bo'ldi. Alohida kelib turib, kechqurun kelib o'chirib ketib yoki ertalab kelib yoqib ketish shart emas. Quyosh datchiga qo'yilgan. Quyosh chiqqan vaqti qushlar uyg'onadi-ku, o'sha vaqtda o'zi ishlaydi. Avtomatik siz boshqa ishlaringizni qilib yuraversangiz ham bemalol o'sha quyosh chiqqandan keyin ishlab boshlaydi. Quyosh botgandan keyin o'chadi. Mayna bo'yicha psixolog bo'lib ketganman-da. Maynalar odamlar turmasdan kelib cho'qlaydi. Ana shu vaqtda bu poylab turadi-da, bang otadi. Taymerga qo'ysa bo'ladi. Har 10 minutga. Qushlar ko'p keladi-ku, o'sha vaqtda har 10 minutda bitta urib turadigan qo'ysa, keyin qushlar darrov siyraklashib qoladi. Qochib hurkib qochgandan keyin 15 minutga, 20 minutga, xohlasangiz yarim soatga, xohlasangiz 1 soat, xohlasangiz 2 soatda bir marta uradigan qo'ysa bo'ladi. Qushlarning kelishiga qarab qo'ysa bo'ladi. Har bittasi endi sinab ko'ramiz o'zimiz ham. Bog'imiz katta 6 gektar, 6 gektarga xudo xolasa bir ikkita yo 3 ta qo'ymoqchiman. Uzunligiga qaraydi bog'da. Kompaktni misol uchun uzun bo'lmasa, qisqa joyga atrofida necha metr desak, 200 metr radiusga bemalol zarba kuchi yetadi, ovozi. Miltiq bor-ku, ovchilarning miltig'i. O'shandan 2 barobar kuchli. Eshitgan odam tan beryapti, haqiqatan qo'rqib ketdim. Men o'zim ham yonib turibman, men o'zim hurkib ketyapman, to'g'risida. Kutib turibman, lekin hurkib ketyapman. Ovozi haqiqatan kuchli. Bundan boshqa grom pushkalardan ovozi ancha baland. Chunki mayda ozroqgina ishlov berilgan, u kamchiliklarini yo'qotib, bartaraf qilib, birlikda sinovlar o'tkazdik, haqiqatan ham ovozi kuchli. Misol uchun yomg'ir yo oftob bo'ladigan bo'lsa turaveradi, quyoshda ham turaveradi, yomg'irda ham turaveradi. Bu katta endi ishlov berilmagan, kraskalab chiroyli kim xohlasa o'zini ismini ham yozib berishingiz mumkin. Zakazchikda. Ismini yozib brend qilib beramiz. Yo'qolmaydi-ku, aynan o'ziga tegishli bo'ladi. Hech qanday yomg'irmi, quyosh farqi yo'q, shamol turaveradi. Zarar yo'q. Eng qiziqarli joyi, eng asosiy joyi bu grom pushkamiz kimga zarur bo'lsa, kimga kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga murojaat qilsalaringiz, narxlarini yetkazib berish xizmatlari bor O'zbekiston bo'yicha kelishaveramiz.